Mana ikkinchi issiqxonamizni holati 8 fevraldagi holati. Qulupnaylarimiz yana chiroyli bo'lib yiriklashib, ular mana yana abborlarimiz kattarib qoldi. Barglar olingandan keyin qulupnaylarimiz pishib boshlayapti. Shu yer ozgina soya, uy soya qilgan sababli ozgina hosildorligimiz shu tomonda sal pastroq. Qulupnay juda quyoshli kunlarni sevadi. Mana hosillarimiz, mana quyosh tushadigan joy o'zi, mana hosillarimiz bilinib turibdi. Hosillarimiz chiroyli pishib kelmoqda. Hosillarimiz, qulupnaylarimiz va hosillari juda 8 fevral normalniy hosilda ketmoqda. Uje barglar yulingandan keyin 2 marta terim qildik. Mana uje hosillarimiz keyingilari ham terilgandan keyin chiroyli bo'lib yiriklashib, hosillarimiz yaxshigina yiriklashmoqda. Mana shunday holatda qulupnaylarimiz ketyapti holati.